Keyin 1-2 minut vaqtingizni olaman, lekin zo'r kontent bo'ladi. Mana LG Samsung to'g'risida. LG Samsungda shunaqangi bitta fishka funksiyasi bor, ko'pchilik o'shandan foydalanishmaydi. O'shaning uchun ham savollar berishadi. Uyimda LG yoki Samsung yaxshi yuvmaydi. Nimaga unaqa? Alohida bitta ruchnoy stirka qilib olaman, yenglarni, yoqlarni bitta ish qilib olib, keyin kir mashinaga solaman deyishadi. Конечно, sizlar mana передвигательный stirka degan funksiyadan foydalanmaysizlar. Bu funksiyadan foydalansanglar, bu sizlarga nima beradi? Bu funksiya yag'ir bo'lib ketgan, kir bo'lib ketgan, dog' bo'lib ketgan kiyimdan обычный stirkaga tayinlab beradigan funksiyalardan bittasi. Buni qanaqa ishlatiladi? Bilasizlar, dozator mana maxsus parashyut soladigan joy bo'ladi. Bu yerda 3 ta bo'linma bo'ladi. 3 ta asek. Qanaqa programma, qaysi funksiyada ishlashidan qat'iy nazar gel bilan parashyut botga solinadi. Botga bilasiz, hid beradigan solinadi gellar. Mana ma'manasiga ham parashyut solish kerak bo'ladi. Uning uchun qanaqa ishlatiladi? Передвигательный stirkani bosiladi. Sizlar botga ikkita joyga parashyut solasizlar. Birinchi bo'lib botdan suv oladi. Передвигательный stirkada dog'larni yumshatib oladigan paytda mana botdan olib, alohida dog'larni yumshatib olgandan keyin обычный stirkaga o'tayotganda, keyingi mana mo'shdan olib yuvib beradi. Ana o'shanda umuman dog' poq degan narsalar umuman qolmaydi. Alohida ruchnoy stirka ham o'tirmaysizlar. Videoni maksimal tanishingizga jo'natib qo'yib, bitta like bosish esdan chiqib qolmasin.